Yuzingizda muammolar paydo bo'lib boshladimi? Bugun sizlarga buni yechimini aytaman. O'zim yaxshi ko'rib ishlatadigan Chronolong Woman Beauty seriyasi haqida gapirib bermoqchiman. Yosh o'tishi bilan organizmda tabiiy o'zgarishlar boshlanadi. Bu o'zgarishlar eng avvalo terimizda namoyon bo'ladi. Namlik kamayadi, taranglik pasayadi va mayda ajinlar paydo bo'la boshlaydi. Chronolong seriyasi aynan shunday davrda terini kompleks parvarish qilish uchun yaratilgan. Seriyaning asosiy o'ziga xosligi fitoekstragenlardir. Ular terini namlantirishga, tarangligini saqlashga va sog'lom, yorug' ko'rinishini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Bu seriya tarkibida kunduzgi krem terini kun davomida namlaydi, himoya qiladi. Tungi krem uyqu vaqtida terining tiklanishiga yordam beradi. Bo'yin va dekolte uchun losyon eng nozik hududlarni parvarishlaydi. Qo'l kremi qo'l terisini yumshoq, silliq saqlaydi hamda xronolong kapsulalar organizmni ichkaridan qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan. Eng yaxshi natijaga erishish uchun ushbu mahsulotlarni kompleks tarzda qo'llash tavsiya etiladi. Agar siz ham teringiz uzoq vaqt yosh, tarang va parvarishlangan bo'lishini istasangiz, xronolong seriyasiga albatta e'tibor bering va o'z yaqinlaringizga tavsiya qiling.